Bir necha daqiqalardan so'ng My Mandarin turagentvosining yangi filiali o'z ish faoliyatini boshlaydi. Ochilish marosimiga hammani taklif qilib qolamiz. Yangi turagentvomizda siz barcha yo'nalishlarga sayohat qilishingiz mumkin. Kelsangiz, operatorlarimiz albatta sizlarga to'liqroq ma'lumotlarni tushuntirib, yangi yo'nalishlar bo'yicha ham sizga o'z tavsiyalarini bildirishadi. Bugun bizning oilaviy do'stimiz Marat Xayrullayevich ham o'zlarini Roma Pizza C1 filiallarini ochyaptilar. Ularga ham ulkan muvaffaqiyatlar tilayman. Oqibati yo'qolmasin, do'stligimiz abadiy bo'lsin. Assalomu alaykum azizlar. Mart oyi biza uchun juda ham nasishniy takoy nima deydi, tadbirlarga boy bo'ldi. Sababi mart oyining o'zida biz Roma Pizza brendimizning birdaniga 4 ta filialini ochmoqdamiz. Mana bugun Xudo xohlasa C1 dagi, ya'ni Toshkentdagi Roma Pizza filialini ochmoqdamiz. Bundan keyin Xudo xohlasa 15-mart kuni Bodomzorda ochamiz va 16-mart kuni Buxorodagi filialimizni ochamiz. 22-martda esa Xudo xohlasa Andijondagi ikkinchi filialimiz va italyan restoranimizni ochamiz. Barchani taklif qilamiz azizlar. Nima deydi, haqiqiy italyancha pizzalarni tatib ko'rmoqchi bo'lsanglar, bemalol Roma Pizzaning barcha filiallariga tashrif buyurishingiz mumkin. Hammani kutamiz. Rahmat.
Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizni bugungi tantanali ochilish marosimida qutlashdan g'oyat mamnunmiz. Xush kelibsiz. Ух, сколько эмоций! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые леди и джентльмены! Здравствуйте, дорогие гости! В этот прекраснейший весенний день, в такую красивую дату, сегодня 13 марта 2023 года, мы рады приветствовать всех вас на таком звонком, красивом открытии, конечно же, любимейших мест столицы, которые будут звенеть и дарить самые незабываемые, самые яркие эмоции своим посетителям и своим клиентам. Добро пожаловать, дамы и господа! Давайте бурными аплодисментами обозначим точку открытия нашего сегодняшнего прекраснейшего торжества, друзья. Mana shu joyga chiroyli bir olqishlaringiz yetishmayapti. Ko'taring kayfiyatingizni, qarsaklaringiz orqali ifodalab qo'yishingizni so'rab qolamiz. Bugun darhaqiqat shahrimiz hayotida o'ziga xos chiroyli tarixiy voqea, chunki bir emas, ikkita ochilishni guvohi bo'lamiz. Ko'rib turganingizdek, Mandarin Tun yurtimizdagi eng sevimli turlardan biri. Shaxsan o'zim ham ularning xizmatlaridan foydalanganman. Qolaversa, barchamiz uchun sevimli bo'lgan haqiqiy italyancha ta'mga ega Roma Pizzaning yangi filiali shahrimizning qoq markazi Markaz 1da, ya'ni odatiy aytadigan bo'lsak, C1 dahasida o'z faoliyatini boshlamoqda va mana shu ochilish marosimida hammangizni qutlab qolamiz. Абсолютно верно, друзья. В самом центре столицы, конечно же, специально для всех вас, для всех присутствующих и для всех будущих посетителей открывается новый филиал любимейшего турагентства My Mandarin Tour и также замечательное, вкуснейшее, любимое место столицы Рома Пиццы. Сегодня, друзья, здесь будет очень солнечно, сегодня здесь будет очень весело, очень музыкально и надеемся, что и танцевально в том числе. Мы всех приветствуем и, конечно, готовы перейти к официальным открытиям наших замечательных, великолепных заведений. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Demak, biz mana shu ajoyib maskan Mandarin tur agentligining navbatdagi filialini tantanali ravishda ochib berish uchun ushbu tur agentligining asoschisini taklif etmoqchimiz. Demak, Alia, marhamat, e'lon qilishingiz mumkin. Итак, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты мы прямо сейчас приглашаем для официальной церемонии открытия основательницу прекраснейшего My Mandarin Tour, нашу дорогую Зульфию Мамаджанову, под ваши бурные аплодисменты, друзья! Mandarin Tour asoschisi Zulfiya Mamajonovani taklif etamiz. Вот она, сияющая, яркая. Сегодня ее большой-большой праздник. И, конечно же, мы думаем, что наша прекрасная Зульфия в том числе поприветствует дорогих гостей и скажет что-то, что у нее на сердце, что на душе, о чем она в данный момент переживает, какие мысли прямо сейчас вас посещают. Добрый день, здравствуйте. Поздравляем вас с таким большим праздником. Посмотрите, сколько людей пришло на такое грандиозное открытие. Конечно, мы верим в то, что огромнейшее количество незабываемых, великолепных, самых вдохновляющих путешествий вы в будущем подарите своим клиентам. Расскажите, пожалуйста, какие сейчас эмоции у вас по поводу открытия очередного филиала и, конечно, какие, может быть, пожелания для ваших будущих клиентов? На o'zbekmi или на русском? O'zbekcha gapiraman. Assalomu alaykum. Hamma kelganidan xursandman. Sizlarga ham rahmat. Hozir to'g'risini aytsam, sanashga ulgurmadim nechta filialligini. E'tiborishadi deb o'ylayman. Bizning filiallarimizning rahbari 7-chisi. Inshaalloh o'tgan yil noyabr oyida Andijon filialimiz ochilganda, Baxtiyor aka, agar gapimni eslasanglar, Sardor, yolg'on bo'lmasa eslatib orasizlar, aytdim. 2023-yil oxirigacha biz hali 7 ta joy ochishimiz kerak. Nasib qilsin, hozir mana o'sha bittasini ochdik. Xudo xohlasa, yana 6 ta ochishimiz kerak. Hozir shu yerda biz bilan birga turgan Farg'ona filial rahbarimiz, Qo'qon filial rahbarimiz Abdurahimga rahmat. Andijon Sardorga rahmat. Namangan Mirzohidga rahmat. Umuman hammaga rahmat etmoqchiman. Hammangizga, meni yonimda turgan yaqin do'stlarimga, Bekzodga alohida rahmat. Har doim yonimda turadigan odam Maratga rahmat. Oilaviy do'stlarim Shahzoda, Marat, eng keragi Baxtiyor akaga rahmat. Olqishlab, qo'llab-quvvatlab turamiz. Bu albatta quvonch yoshlari. Bunday yoshlarni har doim ham ko'rishga guvoh bo'lmaymiz. Shunaqa bir
ta'sirli holat hozir yuz bermoqda. Toshkent shahridagi ikkinchi filial ochilishi albatta xayrli bo'lsin. Mandarin Tur shu paytgacha qanchadan qancha minglab insonlarga xizmat ko'rsatgan, minglab insonlar rozi bo'lib yaxshi bir sayohatlarni amalga oshirishgan. Buyog'iga ham yanada yaxshi imkoniyatlar yaratilmoqda va bardavom bo'lsin, xayrli bo'lsin. Aytib o'tganingizdek, mana shu ochilishlar rejadagidanda ko'proq bo'lsin, 7 degan ekansiz 10 ta bo'lib ketsin. Undan ham ko'payib ketishiga chin qalbdan tilakdosh bo'lib qolamiz. Olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Зульфия Мамаджанова, endi lentani ham o'zingiz kesib berasiz, Zulfiyaxon. Дорогая Зульфия, не отпускаем вас. Прямо сейчас будем официально разрезать красную ленточку, которая, конечно же, подарит огромнейшее количество незабываемых эмоций. Сразу чувствуется, что наша Зульфия сегодня отмечает особенный день, что это не поддельные эмоции. И, конечно, какое же это благословение, что у вас есть столько преданных, хороших друзей, которых сегодня вы поблагодарили. Спасибо за эти красивые слова. Ну что, мы готовы. И, конечно же, все необходимое для официального разрезания ленты также, друзья, присутствует. Mandarin Turning hisob bo'yicha O'zbekistondagi 7-filiali, Toshkent shahridagi 2-filiali hozir ko'z o'ngimizda tantanali ravishda ochiq deya e'lon qilinadi. Ko'plab obyektivlar, kameralar faqat shu tarafga qaratilgan. Olqishlar bilan qo'llab-quvvatlab qo'yamiz. Xayrli bo'lsin, bardavom bo'lsin. Va aytib o'tganimizdek, O'zbekistondagi birinchi raqamli tur agentligi bo'lishiga chin qalbdan tilakdoshimiz. Endi esa barchani ichkariga taklif qilamiz. Juda ham zamonaviy, har taraflama qulay mijozlar uchun maksimal darajada qulaylik yaratilgan ofisimiz bugundan ish boshladi. Абсолютно верно, дорогие друзья. Вы можете проходить и ознакомливаться, конечно же, внутри Мандарин Тур со всеми предоставляемыми услугами, узнавать о будущих путешествиях и непременно, конечно же, My Mandarin Tour подарит вам те самые заветные путешествия в самые любимые дальние страны. Мы поздравляем еще раз прекрасную Зульфию с таким праздником. И, конечно, очень здорово все проходит в таком добром ключе, красивом ключе. Спасибо всем, кто пришел сегодня, кто посетил это грандиозное открытие. Действительно незабываемый день, который наполнен огромнейшим количеством счастливых эмоций. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz, Sayli. Bugun mana shu Mandarin Tur bilan Roma Pizza yonma-yon ochilganligini o'ziga yarasha sabablari bor. Chunki Mandarin Turning rahbarlari, asoschilari ham bir-birlari bilan oilaviy do'st. Ancha yillardan buyon hattoki hamkor desak ham bo'ladi. Keling, olqishlar bilan qo'llab-quvvatlaymiz. Hamkorlik, do'stlik bardavom bo'lsin, abadiy bo'lsin. Shunga tilakdosh bo'lib qolamiz va ishonamizki, mana shu yonma-yon bugun ochilayotgan brendlar Mandarin Tur va Roma Pizza shahrimizni, yurtimizni eng oldi brendlaridan bo'ladi. Bunga aslo shubhamiz yo'q. Qolaversa, bugungi ochilish marosimimizda estradamizni eng yorqin vakillari ham qatnashishadi, eng zo'r qo'shiqlarni siz bizga yo'llashadi. Shuning uchun hozir biz fursatdan unumli foydalangan holatda birinchi bo'lib mana shu sahnaga ko'tariladigan ijodkorni e'lon qilmoqchimiz va birozdan so'ng bizda ikkinchi ochilishimiz bo'lib o'tadi. Ya'ni u tarafga yuzlanib Roma Pizzani eshiklarini ham rasman ochamiz. Да, дорогие друзья, буквально через несколько мгновений мы в том числе проведем официальное открытие Рома Пиццы. Также, конечно же, хочется обратить ваше внимание, что все угощения, представленные сегодня на наших фуршетных столах, в том числе исключительно только лишь для вас. Не стесняйтесь, угощайтесь и наслаждайтесь этим прекрасным праздником. Ну а в продолжении нашего торжественного открытия, конечно же, встречаем на этой сцене популярную звезду узбекской эстрады Yorqin Xo'ja Umarov. Olqishlar bilan sahnamizga taklif etamiz. Eng sara qo'shiqlar bilan barchamizni kayfiyatimizga kayfiyat qo'shadilar. Kutib oling, Yorqin Xo'ja Umarov. Avvalambor assalomu alaykum azizlar. Barchamizga bugungi shodiyonalar Roma Pizza ochilish marosimi muborak bo'lsin. Alloh xayrli qilsin azizlar. Yomg'ir degan taronamizdan boshlaymiz. Marhamat sizlar uchun.
Maydalab kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab unutilmas uchrashuvni esladim esingdami ko'zingga qarab chiroyingga seni bo'lgan edim mast loladek yanoqlaring yongan edi loladek erkalanib turarding yosh boladek shunday paydo bo'ldi muhabbat jonim esingdami yom 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 g'ir tomchilari tom 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 seni qo'lingdan ushlab asta avaylab yuragimni shu 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 ayt seni esingdami yom 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 g'ir tomchilari tom 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 ahdimiz falak aylab muborak sochar edi du 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 unutilmas uchrashuv shu 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 kecha tunda yomg'ir yog'di maydalab unutilmas uchrashuvni esladim farishtali husningga qarab o'sha kundan beri holimda hayrat loladek yanoqlaring yongan edi loladek erkalanib turarding yosh boladek shunday paydo bo'ldi muhabbat jonim esingdami yom 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 g'ir tomchilari tom 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 seni qo'lingdan ushlab asta avaylab yuragimni shu 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 ayt seni esingdami yom 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 g'ir tomchilari tom 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 ahdimiz falak aylab muborak sochar edi du 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 unutilmas uchrashuv shu 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 yom yom g'ir tomchilari tom 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 qo'lingdan ushlab asta avaylab yuragimni shu 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 ayt mendami yoki sendami endi nima farqi bor yurak ado bo'ldi muhabbatim o'ldi endi nima foydasi bor Мы от всего сердца поздравляем Мандарин Тур с открытием нового филиала и желаем, конечно же, удачи. И мы сами пользуемся услугами Мандарин Тур и вам советы. Да, хамаге, хайрли кеш. Нам на самом деле очень приятно сегодня находиться в гостях. Мандарин Тур. Хочу пожелать этому турагентству только успехов, чтобы всегда у них было тысячи довольных туристов. Ну, как и мы тоже. Omadsligi, Mandarin Tur. o'zimni ovutib mehringdan sovutib sog'inchlarim ham tark etar ayb mendami yoki sendami endi nima farqi bor yurak ado bo'ldi muhabbatim o'ldi endi nima foydasi bor ayb mendami yoki sendami endi nima farqi bor
Yurak ado bo'ldi, muhabbatim o'ldi, endi nima foydasi bor? Sensizlikda to'ylar o'tar, yolg'izlikda tunlar o'tar. Qalbdagi tuyg'ular barbod bo'ldi ular, senga kerakmidi shular? Sog'insam ham bora olmadim, mehringni his etolmadim. Yuragim bezovta so'nmoqda tobora, seni hech unutolmadim. Ayb mendami yoki sendami, endi nima farqi bor, farqi bor? Yurak ado bo'ldi, muhabbatim o'ldi, endi nima foydasi bor? Ayb mendami yoki sendami, endi nima farqi bor, farqi bor? Yurak ado bo'ldi, muhabbatim o'ldi, endi nima foydasi bor? Qora ko'zlari marjon, yurishlari ofatijon, guldan go'zal jamoli yoqadi menga yomon. Ammo sen shu zamon yo'l olding ey qaytamon, yoki ketar bo'lding o'sha sen turmay tomon. Zubayda sochlari mayda mayda, Zubayda sochlari mayda mayda. Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Assalomu alaykum, mani bo'g'irsoqlarim. Bugun My Tour turagenstoni ochilishiga keldim. Bu ishongan, ishonchli turagenstvo. Men sizlarga tavsiya beraman, chunki o'zim ham faqat bulardan bilet hammasini sotib olaman va mana yaqinda bilet olib bulardan Dubayga ketyapman. Tez va qisqa muddatda qilib berishdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman bo'g'irsoqlarim. Zubayda sochlari mayda mayda. Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Zubayda sochlari mayda mayda, Zubayda sochlari mayda mayda. Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Zubayda sochlari mayda mayda, Zubayda sochlari mayda mayda. Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Daydi 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 nima bor ey Dubayda? Roma Pizzaga chaya. Родной muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Alloh xayr qilsin. Hey! Potiamo con dalbi si chiamo Natale, adegna potomi ambe sakvali chiamo Natale. Agna nina o dagna nina nina,
go kiss kissa akta moticiklisa skale vasvi gokkita gamaze geli kotsnita agna nani nina o tagna nina nina o agna nani nina o tagna nina nina o Assalomu alaykum. Bugun do'stim ochilishiga mandarin turga keldik. Allohim xayr baraka bersin, ishlarga omad. Ilohim bunaqa filiallar juda ham Toshkent bo'ylab ko'paysin. Ya'ni biz bu firmadan foydalanamiz turlaridan. Doim a'lo darajada, sifati a'lo. Har doim yaxshi narsani o'zlari tanlab beradilar. Ilohim akamlar bilan qo'sha qarib, bundanda doim gullab yashnab, faqat barakali, rizqli bo'lishsin. Rahmat. tagna nina nina o agna nani nina o tagna nina nina o hey Asan poti chamo konda visi chamo natale da tek na poto mi ambe sarsa vali chemo natale agna nani nina o tagna nina nina o agna nani nina o tagna nina nina o Bravo! Молодцы! Yana bir bor barchaga shodiyonlar muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Спасибо большое, Йоркан Ходжа Умаров, друзья. Спасибо нашему звездному блистательному гостю за подаренные эмоции и великолепнейшие музыкальные композиции. Мы же готовы продолжать наше прекраснейшее, друзья, здесь празднество. Чувствуется, что настроение постепенно набирает свои обороты, что действительно наш праздник все ярче, все интереснее. Действительно, огромнейшее количество сюрпризов, в том числе, приготовлено сегодня для всех тех, кто оказался здесь, кто посетил наше грандиозное открытие. Ну что, открытие My Mandarin Tour состоялось, и прямо сейчас мы переходим к еще более вкусному открытию Roma Pizza, друзья. Juda ham to'g'ri ta'kidladingiz. Hali biz barchamiz hozir birgalikda Mandarin Tourning 7-filialini ochib oldik. Yana bir bora barcha rahbarlarni, qolaversa xodimlarni mana shunday ochilish bilan chin qalbdan muborakbod etib qolamiz. Ochilishimizga endigina kelib qo'shilganlarga esa alohida ravishda xush kelibsiz deymiz. Ko'tarinki kayfiyat bilan endi e'tiborimiz fokusini Roma Pizzaga qaratamiz va hozir bir necha kunlardan buyon test rejimida faoliyat olib borayotgan Roma Pizzani navbatdagi filiali rasmiy ravishda ochiqda e'lon qilinadi. Hamda mana shu ochilish marosimini biz hozir quyidagi insonlar bilan yanada chiroyli o'tishini ta'minlaymiz. Demak, ushbu Roma Pizzani yangi filialini lentalarini kesib ochiqda e'lon qiladigan insonlar: Bahromjon Gaziyev, O'zbekiston Yilqichilik va ot sporti federatsiyasi prezidenti. Дорогие друзья, огромнейшее количество достопочтенных гостей приглашается к официальному разрезанию красной ленты. Прямо сейчас Roma Pizza открывается благодаря нашим гостям. Приглашается Бахромджон Газиев, президент Федерации конного спорта Республики Узбекистан. Qolaversa, ularga hamroh bo'lgan insonlar Roma Pizza asoschilari Marat Xayrullaevich, Timur Xudayberganov hamda Rustam Hakimovlarni ham lenta oldiga taklif etamiz. Итак, наши дорогие гости, Рустам Хакимов, Марат Хайрулаевич, Тимур Худайберганов, они уже разрезают ленту под ваши бурные аплодисменты, друзья. Mana o'sha kutilgan lahzalar ko'z o'ngimizda namoyon bo'ldi. Roma Pizzaning hisob bo'yicha 13-filiali tantanali ravishda ochildi. Barcha mehmonlarni kutib qolamiz. Endilikda siz doimiy ravishda mana shu filialimizga tashrif buyurib, mazali haqiqiy italyancha ta'mga ega bo'lgan pizzani to'yib iste'mol qilish imkoniyatiga egasiz. 13-й филиал сегодня, 13 марта, друзья, открывает свои двери. Вы знаете, Рустамбек, есть такая фраза: любите ли вы джаз так, как люблю его я? Мне кажется, что здесь слово джаз можно заменить на слово пицца и спросить: любите ли вы
пиццу так, как люблю ее я. Мне кажется, что нет ни одного человека во всей вселенной, который когда-нибудь хотя бы кусочка пиццы не пробовал. Она, конечно же, дарит большое количество эмоций детишкам, большое количество эмоций, в том числе взрослым. Поэтому приветствуем всех гостей, друзья, в новом филиале нашей прекраснейшей Roma Pizza. Добро пожаловать! Shaxsan o'zim ham Roma Pizzani ixlosmandi hisoblanaman. Bir necha kun avval mana shu filialga tashrif buyurib, test rejimida ishlayotgan filialdan pizzalarni xarid qildim, tanovul qildim. Mazasiga gap bo'lishi mumkin emas. Hammani taklif etamiz, muborak bo'lsin. Qolaversa, menga eng yaqin, uyimga eng yaqin bo'lgan filial Bodomzor filiali ham 15-martda qaytadan ta'mirdan chiqib ishga tushadi. Undan tashqari 16-mart kuni Buxoroda navbatdagi filial ochilishi bo'lib o'tadi va 22-mart sanasida Andijondagi Roma Pizzani ikkinchi filiali, qolaversa italyancha restoranni ochilishini ham barchamiz birgalikda intiqlik bilan kutmoqdamiz. Вот такие интересные новости. Конечно же, пожелаем Roma Pizza и My Mandarin Tour развития в республиканском масштабе, чтобы непременно все получалось, чтобы было еще большее количество филиалов и, конечно же, чтобы было еще большее количество посетителей. Посмотрите, Рустамбек, сколько сегодня людей собрались здесь, на этой оживленной улице в самом центре столицы, на С1. И, конечно же, мы всех приветствуем и всех поздравляем с этими замечательными открытиями Roma Pizza и My Mandarin Tour. Друзья, добро пожаловать еще раз. Bugungi bayramimizning musiqiy qismini davom ettiramiz. Roma Pizzaga va Mandarin Tourga juda ham qadrdon bo'lgan ijodkorlardan biri tashrif buyurdilar. Men mamnuniyat ila sahnamizga estradamizning iste'dodli vakili, bir qancha taronalar bilan allaqachon muxlislar qalbidan joy egallashga ulgurgan ijodkor Hoji Akbar Rozmetovni taklif etaman. Guldiroz va davomli olqishlaringizni darig' tutmang. Bu ijodkorlarga faqat ilhom bag'ishlaydi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz Hoji Akbar. Hoji Akbar Rozmetov, добро пожаловать. Еще один наш звездный гость, друзья. Встречайте. Спасибо. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Roma Pizzani ochilishiga keldik. Mana davomli bo'lsin. Marat aka, martabangiz undan-da baland bo'lsin. Biz boshladik. Chorbog'i bola chenor balanda, chorbog'i bola chenor balanda, laboni yorim shirin jon, labosh burqanda, laboni yorim shirin jon, labosh burqanda, chorbog'i bola Assalomu alaykum hammaga. Mandarin Tour Roma Pizza ochilish marosimi hammani tabriklab qolamiz. Yaqinlarimizni rozi bo'lsin, fayzli, barokatli bo'lsin. My Mandarin Tour yangi filial ochilishida ham birgamiz. Siz o'zi Abdurahmon aka Mandarin Tourning birinchi ochilgan filialida ham birga bo'lgan edik. Bo'lganmiz. Bundan keyingilarida ham birga bo'lish nasib qilsin. Baxtiyor aka, Zulfiya opamgalarga omad tilab qolaman. Omadlar tilaymiz. Alloh xayrli qilsin. Biroz davommi? Boshda va bilasizlarni o'ylaman. Nasibga tushamiz deb o'ylaman. Yorqinlaymizlar. Kesmanglar, zo'r chiqadi. Farzandlar bilan gapirib chenor balanda, chorbog'i bola chenor balanda, laboni yorim shirin jon, labosh burqanda, laboni yorim shirin jon, labosh burqanda, olo javoni. Har bir inson hayotidagi eng unutilmas onlarni, lahzalarni, emotsiyalarni sayohat qilganda olar ekan.
va bugungi kunda bizning O'zbekistonimizda 10 mingdan ko'proq tur firmalar faoliyat yuritadi, lekin har birining o'rni bo'lakcha. Bugun bizning do'stlarimiz, yaqinlarimiz, qadrdonlarimiz, Baxtiyor aka, Zulfiya aynan Mandarin Tur yangi ofisini ochdi. Instagramda ularni profillari hozir My Mandarin Tur deb nomlanadi. Biz bugun bu yerga mehmonga keldik. Ajoyib ochilish bo'lyapti. Bayramona kayfiyat, barcha yaqinlar bu yerga kelishgan, hamkasblarimizni ko'rdik, ijodkorlarni. Imkoniyatdan foydalangan holda biz Mandarin Turga omad tilamoqchimiz. Xudo xolasa bunaqa filiallar ko'plab ochilaversin respublikamizning turli hududlarida va aynan xalqimizga mana shunday zavqli onlarda taqdim etishga hech ham charchashmasin va biz ham nasib bo'lsa aynan Mandarin Tur bilan kelgusi sayohatlarimizni reja qilyapmiz. Eng zo'r vaqt o'tkazishdan umidvormiz. Baxtiyor aka, Zula, omad. Hammaga salom. Bugun Mandarin Tur yangi filialini ochilishiga tashrif buyurdik. T1da joylashgan. Juda ham qulay joylashgan ekan. Menga o'xshaganlarga, chunki men shu atrofda yashayman. Xullas, ochilish bilan tabriklayman. Ishingizga rivoj. Hammani chet elga yuborishdan charchamanglar. Her şeyde bir hayır vardı, sensizlikten aman anlamadım. Donuyorum, susuyorum, ne olacak? Bakalım, bakalım, bakalım. Sabırımla isyan etmedim, seni kimselere söylemedim. Donuyorum, yanıyorum, ne haldin? Anlamadım, 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 anlamadım. Mana bugun Roma pizzani ochilishadamiz yor yorone. Maradaka davomli bo'lsin yor yor yorone. Mana Bahrom akam sho'tdilar yor yor yorone. Hamma sog' salomat bo'lsin yor yor yorone. Ha yor yor yoring man kelgin yor o'ynaylik. Ha yor yor yoring man kelgin. Bugun mana Mandarin Tur ochilishidaman, ovoz eshityaptimi yo bilmayman, lekin juda ham gap bo'lishi mumkin emas. Lokatsiya deysizlarmi, mana dizayn deysizlarmi? Xudo xolasa mana shu turdan cho'tki-cho'tki to'daga ketishga nasib qilsin. Charchamanglar. Demak, azizlar, yuqorida aytib o'tganimizdek bitta qiziqarli savol bilan sizga murojaat qilamiz. Bu savolimiz pizzaga qandaydir ma'noda aloqasi bo'ladi albatta. Agarda siz birinchi bo'lib to'g'ri javobni yo'llaydigan bo'lsangiz, Roma Pizzadan maxsus set sizga muntazir. Нам нужно договориться, как мы будем определять победителей. Вот, допустим, есть у нас здесь присутствующая публика. Как мы выберем победителя? То есть, кто первый выкрикнет, кто до нас добежит, или какие-то еще у нас будут условия? Keling, men nazarimda birinchi bo'lib shu qo'l ko'targan insonga birinchi murojaat qilamiz. Shunday tarzda davom etamiz. Ya'ni kim biz tomonidan berilgan savolga o'z javob variantini yo'llash niyatida bo'lgan insonlar qo'llarini baland ko'tarishadi. Endi ko'zimiz kimga tushsa o'sha insonni oldiga borib javoblarni eshitishga harakat qilamiz. Абсолютно верно. Ну что же, первый вопрос у нас будет очень-очень простым. Кто ел пиццу хотя бы раз в своей жизни, кто выбирал из видов пиццы какую-то, которую вы предпочитаете больше всего, наверняка точно знают правильный ответ. Итак, вопрос заключается в следующем. Какой вид пиццы был назван в честь итальянской королевы? Ну-ка, девочки, ребята, кто знает правильный ответ? Так, вот есть... Кричите, прям кричите. Какой вид... Маргарита, говорите? Маргарита. А вы пробовали маргариту? Из чего она состоит? Ну? Что там в составе маргариты? Давайте, давайте, думайте, думайте. Это уже второй вопрос? Нет, это просто проверочка на то, пробовали ли они маргариту, но это правильный вариант ответа. Это пицца Маргарита. Выигрывает у нас молодой человек с рюкзачком. Наверняка в этот рюкзачок он упакует пиццу. Затем, если есть там необходимая какая-то посуда у вас, поздравляем вас. Не уходите далеко, мы обязательно подойдем, узнаем ваше имя, узнаем, как вас зовут. И, конечно же, также распределим тот подарок, который предоставляет руководство Roma Pizza сегодня специально для всех победителей. Demak, hozir birgalikda bilib oldik, pizzani Margarita turi Italiyani qirolichasi nomiga qo'yilgan ekan.
va margarita o'zi nimadan iborat bo'lganligi haqidagi savolga javob bera olmadilar. Adashmasam bu pomidori va sirmidi yo boshqacharoqmi? Там колбаса, по-моему. Kolbasa va sir. Lekin men ko'proq shu miksini, ya'ni go'shtli pizzani yaxshi ko'raman. Sizga qaysi biri yoqadi? Я люблю пиццу с ананасами. Не все ее любят, но я люблю ананасы, грибы, все вот то, что многие не едят. Это my favorite вот вид пиццы как раз-таки. Так что поздравляем еще раз победителей наших прекрасных. Ну что, будет еще один вопрос или мы прервемся на дискотеку? Bo'ladi, yana bitta savol bersak bo'ladi. Demakki, Roma pizzani maxsus xodimlaridan iltimos qilamiz. G'olibimizni o'zlari yonlariga taklif etib, sovg'ani ularga ulashishlarini. Demak, ismlarini bilib olishimiz kerak. Да, faqat. обязательно узнаем ваше имя. Ну что, а у нас следующий вопрос, он немножечко посложнее, его будет угадать гораздо сложнее, но, как говорится, Google вам в помощь. Возможно, кто первый обратится к Гуглу или к Алисе и спросит, она обязательно ответит. Итак, вопрос заключается в следующем. Как называется пекарь, который готовит пиццу? Правильное название пекаря. Есть правильный ответ. Идемте сюда поближе. Потому что, да, рупора нет и микрофона нет у нашей гости. Mandarin turni rangiga mos ravishda kiyinib О, kelganlar. да, она прям хотела. Как зовут? Keling. Пиццерист. Так, а еще варианты есть? Yana variant bormi? Пиццермен. Человек-паук, пиццермен практически, да? Xo'sh, men ham bilmasdim to'g'risini aytsam bu Да, но javobni. тут сложнее. Давайте еще варианты, еще noto'g'ri bu варианты. variant. Да. Pizzerist emas ekan, kim biladi? Почти Model что, qizlarimiz почти bilishar что ekan. пиццерист. Пекарь просто, пекарь. Мне понравилось больше пиццермен, я просто вот за этот креатив могла бы отдать, наверное. Bo'ldi, beramiz bunday bo'lsa. Bizda pizzalar ko'p, bemalol. Много, да, у нас? На самом деле, вот у девушки тоже есть ответ. Итак, пицца-мейкер тоже. Почти инглизче что был, как да? пати-мейкер, да, почти что. Так, еще думаем, девочки, мальчики. U yerda turgan go'zal model qizimiz ham variant berayotgan edilar. Так. Ko'ring, hali. Где? To'g'ri turishibdi-ku model qizlarimiz. Наши прекрасные девушки, хостессы. У вас есть ответ? Они такие, мы предоставляем право другим выиграть. Да, но они знают уже, они уже знают. Итак, Yana variantlar bor. повар, который имеет официальное разрешение готовить пиццу. Маэстро. Мне нравятся варианты этой девушки. Она просто вот Интересный, да? Неправильный, но интересный Неправильный, но вариант. интересный, да. Пиццермен, Креативный. маэстро пицца. Пиццайола. Еще один человечек с рюкзачком появился, я не знаю откуда. Это музыкальный инструмент, скорее всего, да, какой-то? Balki Вау, bizga вау, sahnaga вау. chiqib chalib berarlar. А мы можем 2 приза отдать? Mayli, Можем? bugun hamma narsaga Сегодня ruxsat, праздник, bugun сегодня bayram. праздник. Demak, Это был kim? правильный вариант ответа. Пиццайола. Но девушка в оранжевом пиджаке, такая шикарная, блистательная, тоже получает свой подарок за пиццамена, за маэстро пицца и прочие ответы, которые она просто на ходу, мне кажется, придумывала из космоса, возможно, эти варианты приходили. Но вы большая молодец. Это действительно креативно. Очень круто, очень круто. Все большие молодцы, кто сегодня присутствует на нашем празднике. Такие улыбчивые, такие звонкие, такие классные, друзья. Hammaga salom o'rtoqlar, всем здравствуйте. Biz ham juda ham xursandmiz, juda ham nima desa bo'ladi. Короче, hammaga rahmat. Biz mana shu открытиеga keldik. Yangi travel agentство и pizza вообще молодцы. Sizlarni avvalambor tabriklaymiz с открытием. Ishingizga rivoj, Ishga по-любому rivoj. Omad. Travel agentство ayniqsa вообще rivojlanib ketaversin, pizzalar zo'r tayyorlanib ketaversin. И ko'proq davlatlarga uchishlar bo'lsin. В том числе biz ham mazza qilib sizlarni anaqa nima deydi, xizmatinglar bilan вообще biza bormagan Argentinaga misol uchun. Albatta. Или там Braziliyaga biz Jahon xaritasida xohlagan joylarga tanlab yetib borsanglar bo'ladi. Putешествие qilinglar, sayohat qilinglar, maza qilinglar, dam olinglar. Faqat yaxshi kayfiyat, ishingizga rivoj. Mandarin, my mandarin. Yes, my friend. Yes, of course. Yes, my friend. Good. Avvalambor assalomu alaykum, mana shu yerda yig'ilgan aziz mehmonlar. Barchalarga kirib kelayotgan Navro'z ayyomi muborak bo'lsin. Marat aka, tabriklayman aka. Roma pizza gullab yashnasin doim. Bu qiz juda yosh,
qo'shi qora qosh ay 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 yuragi tosh buncha bag'ri tosh vay 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 sevgani dilimni g'ashlayverar salqalgina ko'ngli nozik yig'layverar Sumbulajon sumbula sen mening holim so'ra Sumbulajon sumbula sen mening holim so'ra Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lbola Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lbola Shakshami qo'lchasidan va'da berib chiqolmadi uychasidan devonaday o'tib qaytdim ko'chasidan o'pkim kelar oppoqqina yuzchasidan Sumbulajon sumbula sen mening holim so'ra Sumbulajon sumbula sen mening holim so'ra Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lbola Holim zabun aylagan o'sha sayroq bo'lbola Mar yarim kechasi uyimni yonida chiqishing kutayapman Derazangdan bir bora qaramasang uxlamayman Ovora bo'lmay ketmayman 20 mart ko'rishim shart ko'rmasa jinni bo'ladi bu tilba yurak Yarim kechasi uxlamaysan Bilaman kutgansan Tonggacha kutgansan 20 yoshda qora qoshda Singlim bilan u kursdoshda Hali yoshda Sevgilim hali yoshda 20 yoshda qora qoshda Singlim bilan u yoshda Hali yoshda Agar gulim hali yoshda Oh Sochlaringga hidlaganlarim qani Lablaringga bermolganlarim qani Bir kunda hammasidan ayirding Tog' tagida bergan va'dalaring qani Ko'zmonchorim mani shaharlik bo'lib ketdi Tentakcham mani Toshkentlarga ketdi Endi kimga dardimni aytayman Sevgilim kuysin qaylarga ketayman Ko'zmonchorim mani shaharlik bo'lib ketdi Tentakcham mani Toshkentlarga ketdi Endi kimga dardimni aytayman Sevgilim kuysin qaylarga ketayman
insofing ham yo'q. Mana bugun meni qadrdonlarim yana bitta chiroyli bir filiallarini ochilish marosimida qatnashib turibman. Yaqinlarimni Mandarin Tour, bu Mandarin Tour nomini ko'pchilik biladi va mana bugungi ochilish marosimi haqiqatdan fayzli, juda ham go'zal bo'lib ochilmoqda. Ilohim bundan ham yana ko'p filiallari bo'lishini, bundan ham yuqori darajalarga erishib yurishligini men chin dilimdan tilab qolaman. Baxtiyor aka, Zulfiyaxon, ilohim o'ylagan maqsadinglar, rejanglar amalga oshsin. Bundan ham yuksak darajalarga yetib yuringlar va mana shunaqangi dunyoni barcha chekkalariga nima desam bo'ladi? Sayohat qilish barchamizga nasib etsin va mana shunaqangi xursandchilik kunimizda esa Mandarin Tour bizga yordam bersin ilohim. Menimcha eng to'g'ri tanlovlardan biri ham deb o'ylayman va sizlarga ham maslahat bergan bo'lardim. Xudo xolasa biz ham Ramazon oylari niyat qilganmiz. Mana shu qaysidir davlatlardan birida oilaviy dam olgani mana shu tur bilan birgalikda borishni sizlarga ham maslahat beramiz. Sog' bo'lishsin, salomat bo'lishsin, har kuninglar sayohatlardan, yaxshi kunlardan iborat bo'lsin. Yomg'irlar jalasida esla meni, zo'r bo'lib ketgan mayli unutma meni, unutma meni, esla meni. Makka zo'r poyasida esla meni, teraklar orasida esla meni, zo'r bo'lib ketgan mayli unutma meni, unutma meni. Payshanbada gaplashib olar edik, yodingdami urushsak ham yarashib olar edik. Quloqchinga osib qo'ygan ziragimni yechmabsan, ozobim gaplashsam ham qaramingdan kechmabsan. Esla meni, baxtayir dalasida esla meni, yomg'irlar jalasida esla meni, zo'r bo'lib ketgan mayli unutma meni, unutma meni, esla meni. Makka zo'r poyasida esla meni, teraklar orasida esla meni, zo'r bo'lib ketgan mayli unutma meni, unutma meni. Katag'on rahmat. Hammaga kirib kelayotgan Navro'z bayrami muborak bo'lsin. Mandarin Tour. Demak, bir necha daqiqalardan so'ng sahnamizga ko'tariladilar. Chiroyli guldastalar bilan tabriklagani tashrif buyurdilar. Umidaxon. Вау! Девушка-весна Умидахон сегодня порадовала нас своим визитом. Добрый день и, конечно же, с весенними всеми праздниками, с наступающим Наврузом вас! Assalomu alaykum, xush ko'rdik Umidaxon. Bugungi ochilish marosimida sizni ko'rib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Roma Pizzaga, Mandarin Tourga go'zal tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, niyatlarim, tilaklarim ummon deydi-yu. Shuning uchun mana yaqinlarim, qadrdonlarim ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Bugungi nima desam bo'ladi? Ochilish marosimligi ilohim fayzli, barakali bo'lsin. Bu hali boshlanishi bo'lsin ilohim. Bundan keyin ham yana ko'p davomiy bo'lib, bundan ham yuksak darajalarga erishib yurishlarini men chin dilimdan tilab qolaman va mana shunaqangi paytda o'shanda ham birgalikda shunaqangi tabriklagani kelishlik nasib etsin ilohim. O'ylagan ishlari amalga oshib, bundan ham yuqori darajalarga erishib yurishsin ilohim.
Umidaxon, biz sizni doimo Roma Pizzada mandarin turda ko'rishdan xursand bo'lamiz. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz, pizza yeyishni ham yaxshi ko'rasiz. Voy, конечно, qorin to'q bo'lsa-ki, hamma narsa ko'ngilga sig'adi deganlardek, mana yaqinlarimni bugun xursandchiligiga sherik bo'lganimdan xursandman. Sog' bo'lishsin ilohim. Umidaxon, bizni qornimiz to'q, endi mana shu ovqatlarni yaxshi hazm qilishimiz uchun sho'x taronalardan eshitsak, raqsga tushsak yoki o'zingizmisiz? Bo'ldi. Bugun chiroyli tilaklar bilan kifoyalanamiz. Albatta, men ham bugun dugonalarim, o'rtoqlarim bilan bir dam olay deb, yaxshi tilaklarim bilan birgalikda xursandchilik kunlarida birga bo'lay deb keldim. Bo'ldi, unday bo'lsa mana bir dugonangiz u yerda o'tiribdilar, Shahzoda Muhammedova. Bugun mazza sizga o'tgan safargi ochilishni birgalikda o'tkazgandik. Menimcha men bilan ishlash yoqmagan shekilli, bu safar mazza qilib o'sha yerda bir VIP joylarga o'tirib olganlar. Taklif etamiz, Umidaxon, sizni bemalol dasturxonimizda mehmon bo'lib, pizzalardan yeb ko'ring, baho bering. Sog' bo'ling. Keyingisida lekin qo'shiq kuylab berishga va'da berasiz keyingi ochilishda. Albatta. Endi har doim ham bir xillik bo'lish kerak emas-da. Men ham bir mehmon bo'lib, bir dillarim yayrab ketay deb keldim. To'g'rimi, o'rtoqlar? O'zim o'rgilay. Sog' bo'linglar, baxtimga yaqinlarim sog' bo'lsin, shunaqangi xursandchilik kunlari ko'p bo'lsin ilohim. Rahmat. Rahmat, tashakkur bildiramiz. Bugungi ochilish marosimimizning maxsus mehmoni, Nihol mukofoti sovrindori, estradamiz yulduzi Umidaxonni olqishlab qo'yamiz. Умидахон, спасибо большое за все эти красивые поздравительные слова. Конечно, проходите за стол к своим друзьям, общайтесь. Вы сегодня наша достопочтенная гостья. И, конечно, я думаю, в шикарнейшем настроении будет продолжаться этот звонкий, красивый, торжественный праздник в честь открытия Рома Пицца, в честь открытия My Mandarin Tour. Поздравляем еще раз все руководство. И, конечно же, пожелаем огромнейших успехов и блистательного развития вашему бизнесу. Demak, Roma Pizzani pizza makerlari ketma-ket har xil pizzalardan olib chiqishyapti. To'g'ri nomi esimda qolmadi, qanday deyilishi? Маргарита, пепперони, это все, что нужно запомнить, мне кажется, да? Yo'q, pizza pishiradigan inson kim edi? Pizza pishiradigan. Pizza Yolo. Pizza Yololar tomonidan tayyorlanayotgan mazali pizzalarimiz sizga muntazir. Barcha shu yerda ishtirok etayotgan, hali tatib ko'rmaganlarni marhamat dasturxon atrofiga taklif etamiz. Pizzalardan tanovul qiling. Mandarinlar ham bor bizda. Ichimliklar hammasi sizga muntazir. Hammasi sizni kayfiyatingiz ko'tarinki bo'lishi uchun 13 mart ishonchim komilki ushbu tantanali marosimda ishtirok etayotgan barchamiz uchun eng unutilmas lahzalarni hadya etadi. Hozir esa yana bir bora biz DJ Ne'matiga murojaat qilamiz va ko'tarinki kayfiyat ulashuvchi qo'shiqlarni kutib qolamiz. Абсолютно верно, друзья. Наш праздник продолжается, и, конечно же, по нашей оживленной улице все больше прибывает и проходит гостей. Кто еще не успел угоститься пиццей, обязательно проходите к нашим столам, угощайтесь напитками и предоставленными вкусностями от Рома Пиццы в честь сегодняшнего открытия очередного филиала. Вот такой большой праздник в обычный понедельник, 13 марта, на сцене диджей Немати. Специально для всех гостей. Giorni a Portofino, più di un mese a San Tropez. Poi mi hai detto Cocorito, non mi compri colpa te. E sei scappata a Malibu con un grossista di bijou. Susanna, mon amour. E io turista ticinese, tu regina di Pica, indossavi un pechinese ed un triangolo di strass. T'ho detto vieni via con me, tu m'hai detto sì, io t'ho detto ripasserò, ma no monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun bayram Mandarin Tour va Roma Pizzani navbatdagi filiallari ochilmoqda. Bir-birlariga qo'shni bo'lishdi. C1
mavzesida hammangizni taklif etamiz. Zo'r sayohatlar Mandarin tur bilan, zo'r pizzalar esa Roma Pizza bilan albatta. Fursatdan unumli foydalanib, Mandarin tur rahbariyatiga, Roma Pizza rahbariyatiga faqat omadlar tilaymiz. Bunday filiallar O'zbekistonimizni turli nuqtalarda yana ko'plab ochilishiga chin qalbdan tilakdoshmiz. Ishingizga faqatgina rivoj va omadlar tilaymiz. Salomat bo'ling. Hi everyone, my name is Faruk Shomuratov. One more time. Hi everyone, my name is Faruk Shomuratov and I'm so happy to be here in this place, Mandarin Tour and Roma Pizza. Actually, I travel so much to Italy and that's why I want to try out so many times this pizza and I really believe that it's one of the best one. And also, I really always use the trips that they invite us and they give this opportunity for me. I'm so happy and I really wish good luck for them. So, see you again guys, bye. Do'stimiz shu olis ishga qo'l uribdilar. Bevosita bizni yoshlarni xorijga chiqarishni bog'liq yo'nalishda rivojlanyaptilar. Ishlarini rivojini bersin, barakasini bersin, xayrli qilsin. Bundan-da yuqorilarga marralarga erishish Alloh nasib qilsin. Tabriklaymiz. Xayrli qilsin, omad. Hamisha ko'payaversin, filialligisi. Biz shu yerda kelib foydalanaveramiz. Omad hammasiga. 13-chi filialni faoliyatiga birgalikda start berdik. Endi ushbu maskanlarning eshiklari doimo siz uchun ochiq. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо огромнейшее всем тем, кто сегодня посетил это грандиозное открытие My Mandarin Tour и Roma Pizza. Конечно же, мы очень были рады всех вас увидеть, всех вас поприветствовать здесь и, конечно, провести вместе такой незабываемый праздник. Праздник, который порадовал душу, праздник, который порадовал сердце и порадовал глаз. Так что еще раз всем огромнейшая благодарность. Ну и руководству, в том числе Roma Pizza, My Mandarin Tour, пожелаем огромнейших успехов, развития, всего самого благополучного, благоприятного, большого количества клиентов, чтобы просто отбоя, как говорится, не было, чтобы было много путешествий, чтобы было много вкуснейшей, прекраснейшей еды, которой вы будете угощаться в стенах Рома Пиццы, друзья. Всем еще раз огромнейшее спасибо и с праздником, с открытием! Barcha bugungi bayramni biz bilan nishonlagan aziz do'stlarimizga, mehmonlarimizga tashakkur izhor etamiz. Roma Pizza va Mandarin Turga esa ulkan omadlar tilaymiz. Nasib etsa tez kunlarda navbatdagi mana shunday bayramlarda, ochilish marosimlarida sizlar bilan uchrashishni niyat qilamiz. Xush kayfiyat, bahoriy kayfiyat doimiy ravishda sizga hamroh bo'lsin. Mandarin Tur bilan dunyo kezing va albatta Roma Pizza bilan esa qorinni to'yg'izing. Mana shu ikkita eng kerakli bo'lgan nuqtalar bir joyda jam bo'ldi, ya'ni shahrimizni markaziy qismida C1 Markaz 1 dahasida doimo sizning xizmatingizda. Yana bir bor e'tiboringiz uchun tashakkur. Tinchlik, omonlikda, sog'lik, salomatlikda uchrashguncha salomat bo'ling. Спасибо огромнейшее моему блистательному коллеге Рустамбеку Худайберганову, друзья. Ну и в том числе вместе с вами сегодня была я, Аля Бриз. До новых встреч и больших успехов и развития. Пока-пока!